Yunusobodda eng zo'r lokatsiyalarda sotilayotgan 5 xonali uyimiz. Ikkinchi etajda joylashgan 5 etajli bino, ulучшенный planirovka 100 kvadrat metr. Remont holati yaxshi, kirib yashaydigan, ko'rib o'zingiz uchun baholab fikringizni kommentariyada bildirib qo'yasiz. Shu narxga arziydimi yo'qmi? Uy egalari bor yo'g'i 105 ming dollarda so'rashyapti, sunnatiga kelishadigan joylari bor. Videoda nima ko'rayotgan bo'lsangiz 80% qoladi, 20% ni olib chiqib ketishadi. Pulingiz yetmayotgan bo'lsa, ipoteka bank orqali ham xarid qilsangiz bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yishingiz esdan chiqib qolmasa. Hop, qarang, abi, foydangizdan kirish eshigimizda bu yerda planirovkalarimiz ozgina o'zgartirilib, perestroyka qilingan. Bu yog'imiz esa hojatxona. O'zi hojatxonaning eshigi bu tarafda bo'ladi. Bu yog'imiz esa bizda birinchi spalnimiz bo'lardi, lekin bu yerda devorni olib tashlab, hol, yana bitta zal qilib foydalanishdi. Keling davom ettiradigan bo'lsa, bu yoq koridorimizda bizda yana ikkita spalnimiz mavjud. Bu birinchisi akvaron, reshotka, atrofida detskiy plashatka, avtoparkovka, media park, korzinka hammasi bor. Bu yog'imizda yana bitta spalnik. Xonalari bu planirovka stроение domimizda katta. Hop, shu bilan biz 3-4-xonaga kiramiz. Bu yog'imizda zal. Mana shu zalimizda mana shu stol-stullarni olib chiqib ketadi, parda, gilam, lyustralar qoladigan. Va oxirgi 5-xonamiz qulub ekan. Ha, bu yoqni kelganingizda o'zingiz ko'rasiz. Keling, bu yog'imizga oshxona tarafga o'tadigan bo'lsa, bizda ikkinchi sanuzel, bizda hammomimiz, mana. Kafelar yaxshi holatda turibdi. Narxiga zo'r. 5 xona 100 kvadrat ikkinchi etaj, metro ham yonida. Shu bilan biz oshxonaga kiramiz. Uzunasiga stroyni kuxonniy garnitura. Kirmoshina, xolodilnik, bular hammasi qoladigan. Mana lojja balkonimiz, juda katta balkon, tapchan qilingan, 2 ga 6 metr uzunligida. Oldi-orqa reshotka, konditsionerlarimiz mavjud. Lokatsiyamiz zo'r. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu 5 xonali uyimiz 100 kvadratli 105 mingga arziydimi yo'qmi? Yana 105 mingga kelishtirib beriladi. Fikringizni kommentariyada qoldiring. Videomizda uyimizga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying.